Construction Business klubimiz bilan birgalikda biz Samarqanddamiz. Hammalaringizni xush ko'rdik. Go'zal Samarqand shahrida barcha quruvchilarni mana shu yerda to'plab, ular bilan hamkorlikda juda ham ko'p sizlar uchun keyslar, informatsiyalar, tajribadagi bilimlarimizni bo'lishamiz. Qurilishda ikki xil katta kamchilik bor. Bittasi to'g'rilab bo'ladigan kamchilik va ikkinchisi to'g'rilab bo'lmaydigan kamchilik. 8 ta qo'ydik. Bu 8 ta armaturani bitta qiladigan narsa nima? 10 kishining tajribasi kompaniyada 500 yil deydi va 50 yillik tajribadagi insonlarni mana shu kompaniyasiga saqlab qolishni maqsad qilgan. CBC qurilish klubimiz Samarqandda